Ko'rishlar mumkin, pardani holatini, qon tomiri o'sgan, xuddi o'zinikidek bo'lib turibdi. Uncha ulug' vrachlar farqqa bora olmaydi. Ya'ni operatsiya bo'lgan, bo'lmagan farqqa bora olmaydi. Chunki bemorimizni 4 oy oldin, ya'ni ikkala quloqda ham eshitish pasayishdan shikoyat kelgan va biza chap tomonni endoskopik timpanoplastika operatsiya bajarganmiz. Hozir qayta ko'rikka keldilar, bitta ko'ramiz. Operatsiya ichidan bajarilgan, endoskop yordamida bajarilgan va mana pardani holati juda ham ideal bitgan. Ko'rishlar mumkin, pardani holatini, qon tomiri o'sgan, xuddi o'zinikidek bo'lib turibdi. Uncha ulug' vrachlar farqqa bora olmaydi. Ya'ni operatsiya bo'lgan, bo'lmagan farqqa bora olmaydi, chunki ideal turibdi. Eshitish yaxshilandimi? Ha, yaxshi. Oldinga qaragan yaxshimi? Yaxshi. Oldin juda ham ko'p bezovta bo'lganlar, quloqlar oqib, bezovta bo'lib, og'rib, eshitish past bo'lib, hozir ko'rdinglar, juda ham zo'r. Endi bunga suv kirsa ham inshaalloh eshitmay qolmaydi. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.